Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bundan ro'parasi 14 kun avval ko'krak qafasidagi og'riqlar haqida video olgan edim. Ya'ni u og'riqlar nervdan bo'ladimi, yurakdanmi? Ko'p insonni o'ylantiradi, ko'p insonni bezovta qiladi bu narsa. Shu haqida video olgan edim. O'sha videodan keyin menga juda ko'plab savollar bo'ldi. Ya'ni ko'krak qafasidagi og'riqlar, to'sh suyagidagi, orqa kurakda, yelkada, chap o'ng yelkada, qo'ltiq ostida mana shular yurakka bog'liqmi, bog'liq emasmi degan haqida juda ko'p savollar bo'ldi. Mana kommentariyda o'zlaringlar o'qiyapsizlar. Telegramdan kommentariy orqali telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Haliyam bu narsa tingan yo'q. Ana shu videoga 14 kun bo'ldi. Endi ana shu videoni e'tibor bersalaring 38 ming va undan sal ortiqroq marta ko'rildi 14 kunning ichida va juda ham ko'plab savollar bo'ldi. Endi shunaqa narsaki, yurakda joylashuvi ko'pchilik insonlar chap tomonda yurak joylashgan deb o'ylaydi. Ya'ni mana bu yerda. Mana shu joydagi og'riqlarni ham yurakdan deb hisoblashadi. Aslida bizni yuragimiz mana bu to'sh suyagini shu orqasida joylashgan. Ya'ni agar yurakni rasmini ko'radigan bo'lsak, yurak mana shunday holatda joylashadi. Endi ba'zi insonlar aytadi, mani yuragim o'ng tomonda joylashgan deydi. Ularda mana bunday holatda joylashadi yurak. Endi shu sababli yurakda og'rig'i mana bu to'sh suyagini orqasida bo'ladi. Mana shu yerda joylashganligi sababli. Yurak ya'ni mana bu chap tomonda shu yerda joylashmaydi. Mana bu to'sh suyagini orqasida shu joyda joylashadi. Shu sababli yurakda barcha og'riqlari birinchi o'rinda mana shu joyda seziladi va orqa kurak shunaqa joylarda bilintiradi. Jag'larimizda, bo'yinlarimizda shu joylarda ham sezilishligi mumkin. Endi men bugun nima demoqchiman? Ushbu videoyimdagi savollar, kommentariyadagi, Telegram orqali, telefon qo'ng'iroqlari orqali kelgan savollarning ko'pida deyarli bir 50% da nevrologik og'riqlar haqida savol berishyapti. 50% da yurak haqidagi. Shulardan kelib chiqqan holda men bitta loyihaga qo'l urmoqchiman. Endi inshaalloh kelgusi videoda yaqin bir hafta, 10 kunlar ichida nevropatolog mutaxassis bilan suhbatlashib, ana shu suhbatimiz haqidagi videoni joylayman. Undan nima maqsad? Ya'ni nevropatolog mutaxassis bizga qaysi og'riqlar nervdan ekanligi, ya'ni mana shu yerda bo'lgan, ya'ni to'sh suyagining orqasida bo'lgan og'riqlar ham nervdan bo'lishligi mumkin. Ko'p holatda lekin yurakdan bo'ladi. Ana shu savollarga aniqlik kiritish, qaysi holatlarda nervdan bo'ladi, qaysi holatlarda yurakdan. Birgalikda suhbat qilamizda sizlarga, sizlarni qiziqtirgan ko'p savollarga javob qilamiz inshaalloh. Va ushbu videodan ko'pchilik insonlar manfaat topadi degan umiddaman. Agar siz ushbu videoyimni ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan oldingi videoda, ya'ni ko'krak qafasidagi og'riqlar yurakdanmi degan videoyimni bir qator ko'rib chiqing. Va bundan keyingi videoda inshaalloh nasib qilsa yaqin bir hafta, 4-5 kun yoki balkim 10 kun ichida nevropatolog mutaxassis bilan qilgan suhbatimiz videosini joylayman. Endi ana shu kelgusi videoda yoki shu videoda ham sizlarni qiziqtirgan savollarni berib o'ting va qaysi mutaxassislar bilan suhbat uyushtirishimizni, qanaqa kasalliklar haqida tushuncha olishni xohlaysiz, shularni kommentariyada yozib o'ting. Gastroenterolog mutaxassis bor, ya'ni oshqozon, ichaklarni mutaxassisi, jigar bo'yicha. Urolog mutaxassisi bor, ko'z doktori bor, masalan, glaznoy mutaxassis, xirurg mutaxassislar bor. Barcha mutaxassislardan o'zimiz yaqin tanishlar, insonlar, shifokorlarimiz bor. Ular bilan birgalikda inshaalloh suhbat qurib, mana shu kanalimga joylab boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.